Barchaga salom bo'llar. Sizlar bilan men Kompot hazillashdim obunachilar. Men Swix Scammer men obunachilar, men lekin Kompotman. Obunachilar, men bugun Kompot skinida hamma qishloqlar bilan hazillashib kuyyoramiz. Qani endi ketdik obunachilar, hozircha qishloqlar yo'q. Chin o'zi. Joydalar, hozir Kompotni ko'rdimmi? Salom Kompot. Biz qishloqqa keldik. Swix Scammer deyapman. Chino obunachilar. Hozir boraman Chino obunachilar. O'zimdan tanishmayapti. Chino men o'zimni men elementarimni nima yo'q. Chino mana sehrlangan qilich qo'ymayman. Temir qilich kerak. No, ana ishlatadi bizga hozir Kompotni narsalar kerak. Bilmadim obunachilar. Kompotni narsalarni qanday olishni bilaman shekilli. Salom Kompot. Salom Kompot. Salom Kompot. Obunachilar bilaman Kompot deb o'ylayapti. Rostdan ham shu haqiqiy Kompotman-da. Hazillashma obunachilar, bu gapni Kompot eshitmasligi kerak. Agar bu videoni Kompot ko'rayotgan bo'lsa, Kompot aka ming bor uzr, obunachilarim uchun mana stream qildim sizni skiningizda. Ming bor uzr, lekin kattakon rahmat, skiningizda olib turdim, lekin qoch yarim shetil hamma meni Kompot deb o'ylayapti chinosa. Qanida pichoq yo'q-ku bu yerda. Temir pichoq ishlatadi-da shu Kompot aka. Chinosin. Men eng katta muxlislar bo'lganim uchun tushunmayman nima yozib ketgan. Eng katta muxlisingiz bo'lgani uchun sizni skiningizni oldim. Obunachilar, tushunasiz, bu yerda hech kim yo'q. Bizning qishloqda o'zi kimdir yashaydimi? Yashaydi-yu. No, mayli. Qornim och qoldi. Samandan hozir nimadir yasab olaman. Tushunasiz, rolda nima qilsam? Pishirmayman rolda obunachilar. Bitta ikkita samon, bitta ikkita bo'lam deyman. Tushunasiz, men bular o'smayapti. O'smashga shela. Nima o'smaysan, palakat. Tushunasiz, obunachilar. Tushunasiz, men katta uyga kirib ko'raman. Yaxshi, tushunasiz, sandiq yo'q-ku bu yerda. Hech nima yo'q. Tushunasiz, hech nima yo'q. La'natdan nima hech nima. Nima? Tushunasiz, obunachilar. Buzib tashlagan yaxshiga nima deb o'zgan bu jiddiy hayronman. Mayli, endi tepaga ketamiz. Bitta sandiq topdim. Oppo, bitta broniya balobatlar bor ekan. Tushunasiz. Assalomu alaykum. O Kompot ketdi, bizni qishloqqa javob bergan aytinglar. Oppo, obunachilar, men hozir janob mer bilan so'rashib qolsam bo'lmaydi. Chinosan, bu nimaga tushunmayapti, chinosan. 0 bo'lib, lekin qo'rqitgan videoni ko'rdinglar obunachilar. 0 bo'ldan, Minecraftda 0 dan hamma qo'rqadi. Chunki 0 Kompot 404 ta akasida chinosan. Janob mer, nima qilgansiz abi ishida? O Kompot javob bersa-da просто. Chilkapga chinosan. Shu ham muammo men janob mer. Mana buzib taylaymiz obunachilar. Hozir 1 minut vaqt ketadi mashina. Mana turamiz. Bunday qilamiz. Ashi chiqishimga xalaqit beribdi-da. Mana zinapoya qo'rdi bo'ldi. Mana shu zinapoyada o'sin quraman. Assalomu alaykum janob men. Va alaykum, Kompot bizni qishloqqa keldingmi? Da, qishloqqa keldim, ishingizmi? Mana bu ishingizni buzib tashlang, lekin aytib qo'yay, mana ishingizmi? Ha, buzib tashlasam, ishingizmi? Mana buzib tashladim. Ana endi yetarli kirishga oson bo'ladi, ishingizmi? Saqosa kadr o'chib qoladi obunachilar. Netosini bosardim. No, obunachilar, nimaga mana bu bunday ketmayapti bo'ldi, ishingizmi? Ona bir netoga to'chimman-da. Chinosan, qorni och qolgan ekan mana.
Hoppa nima balolar qo'ydimi? Qani endi tashlab olaylik uni. Tushunarsan. Qolay. Nima kerak menga obunachilar hozir biza temir topishimiz kerak shaxta-baxtadan. Temir obunachilar ham tushunarsan. Nima buni olamiz. Hozircha kompot mana shunaqa birovga kelmaydi kompot aka. Ana endi biz shaxtaga borib kelamizda temir olib kelishimizga to'g'ri keladi. Mayli biz bu yolg'iz narsa ishlatsak kompot aka uchun temir ishlatamiz. Temir ham o'rtancha obunachilar 250 talik bo'ladi. Yaxshi bo'lsa obunachilar bu shaxta endi topolmayman. Obunachilar aylanadi. Shu paytda kadr ishlaydi. Ishlamasmi obunachilar? Hozir men pauza qilib video olmayman obunachilar. Pauzali bekor tortib qo'yganman. Kadr sizlar ko'rsatmaydi-da shu. Obunachilar, voy, so'f ketdi mayli obunachilar. Ittacha bugun men kompot bo'ldim obunachilar, lekin men videoda o'chirmayman. Bu kompot bo'lib yurish ancha qo'limni men sevib qoldim. Juda yaxshi ekan. Tushunarsiz obunachilar, bunday mazza qilib o'ylayapti. Tushunarsiz, endi Rashid uyga kiraylik. Rashidni yo'q. Haberlar ishlamay qolibdi-ku. Sen digital nima qilibsan? Tushunarsan, aynan mana shu kerak edi. Tushundingmi? Tushunmaysan, tushunol. Tushunmaysan, buni sizlar kirganingni вообще-то kerak yo'q. Olmos kerak bo'lmadi faqat. Tushunarsan, obunachilar mana buni qaysidir yerda buzib ketibdi. Shunga qo'yib qichibdi-da. Tushunarsan, obunachilar, mayli endi. Bizlar nima qilaylik? Kompot bo'lib yurish ancha komfortniydi-da. Komfortniy. Yerim suv qani, tushunarsan, bu jitil uyni almashtirib bo'lmaydi. So'kki plus obunachilar mayli yashiratma obunachilar. Bu oldilar men uyim qilgan. Mayli obunachilar sizlar bilan bo'ldimi obunachilar? Kompot qishlog'i shu bo'ldi.